Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Orzu Cottage Sho'ra House'dan 200 metr ichkariga kirganda mana shu 4 sotuvlik hovlimiz sotuvga qo'yildi. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu hovlimiz obzorini ko'rib chiqamiz. Hovlimizga darvozaxonadan kirib kelganimizda mana shunaqa uzun naves kutib oladi. Ushbu navesimizning uzunligi umumiy 25 metr bo'ladi. Endi xonalarimiz bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Bu tomonda birinchi bo'lib mehmonxonamiz, mehmonxonamizni ko'cha tarafga qaragan hamda hovli tarafga qaragan derazalari mavjud. Va mehmonxonamizdan chiqqanimizda kiraverishimizda ikkita xonamiz mavjud. Bu tomonda bitta xonamiz bor va bu tomonda spalni xonamiz mavjud. O'zining ichida sanuzili bilan. Ma'lumot uchun ushbu xonalarimizni balandligi umumiy 3,5 metr bo'ladi. Hamda hovlimizga tom yopishda muhtasham tom markazi yaqindan yordam bergan. Asosiy tomondan kirganimizda bitta kattalar uchun yotoqxonamiz mavjud hamda kiraverishimiz mana shunaqa keng holatda garderoblarni qo'yishga joylarini chiroyli tashlab ketilgan ekan. Aytib o'tganimdek, spalni xonamiz ichida o'zini sanuzili bilan. Va hovlimizning bu burchagida yana ikkita xonamiz mavjud, o'zining ichida sanuzillari bilan. Va bu tomonda oshxonamiz joylashtirilgan, oshxonamiz ham xonalarni keng holatda tashlab ketilgan ekan. Va bu burchagimizda umumiy hojatxona bo'ladi. Hovlimizning bu burchagida esa podvalga tushib ketish qismimiz, podvalimiz ham aytib o'tganimizdek navesimizga o'xshab umumiy uzunligi 25 metr. Bu yerga ham bemalol 5 ta 6 ta mashinani sig'dira olasiz. Hovlimizning kommunallari keladigan bo'lsak, gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Hujjatlari esa 100% joyida. Narxlari keladigan bo'lsak, $97 ming so'rashyapti. Barakasiga ozmoz o'tib berishadi. Mana bu yerdagilar nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, ushbu videoni uchastka qidiruvga tanishlarga yuborib qo'ying.